Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur Rahmat Markazining Abdullah xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Asad. Tövəndəki iqtidorlar xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. 2022 yil 11 ayning 12 kuni kechda Amerikaning Virginia shtatidagi Uyg'urlar Uyg'ur Amerika birlashmasining tashkillashi bilan Fairfaxdagi Uyg'ur markaziga yig'ilib 1933 yil va 1944 yil e'lon qilingan ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatlarini xotirladi. Uyg'ur o'smirlari o'rinlagan istiqlol marshi bilan boshlangan yig'ilishga Uyg'ur mutevarlardan G'ulomidin Paxta Nyu-Yorkdan kelib qatnashgan. Uningdan boshqa Uyg'ur tadqiqotchisi Shan Roberts taklif bilan qatnashgan bo'lib, u yig'ilishning oxirida o'zining Uyg'urlarga qarshi urush nomli asarining inglizcha nusxasini va Uyg'ur Project fondi tarjima qilib bostirgan Uyg'urcha nusxasini imzo qo'yib setish faoliyatida qatnashgan. Shan Roberts yig'ilishda qilgan so'zida ikki jumhuriyatning Uyg'ur milliy harakatining ruhiy asosi deb xulosa qilgan va bu ikkinchi jumhuriyatning birinchi jumhuriyatning davomi deb qarash kerakligini ta'kidlagan. The Hindu to'rining 6 noyabrdagi xabarga ko'ra, Xitoy doiralari Pokistondagi Xitoy ishchilarining bexatarligiga bo'lgan andisini o'tirib qo'ygandan keyin Pokiston bilan Pokistondagi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori turida ishlayotgan Xitoy fuqarolarining Pokistondagi barliq dala faoliyatlarida o'q o'tmas mashinalarga o'tirish haqida kelishim hosil qilgan. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori turi Pokistonning Arab dengizidagi Gwadar portini Sharq Turkistonning Qashqar shahri bilan tutashtirilgan bo'lib, 60 milliard dollar mablag' silingan bu tur Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbusining bir qismidir. Ma'lum bo'lishicha, Pokistonda turli qurilishlarda ishlayotgan Xitoy ishchilarining bexatarligi ig'ir bosh qatinchilikqa aylangan bo'lib, oldingi hafta Pokiston bosh ministri Shahboz Sharifning Beyjingdagi tunji ziyorati jarayonida Xitoy raisi Shi Jinping Pokistondagi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori turida ishlayotgan Xitoy fuqarolarining bexatarligiga cho'nqur ko'ngil bildirganligini bildirgan. Ular uchun ishonchlik va bexatar muhit barpo qilinishini talab qilgan edi. Washington Examiner to'rining 7 noyabrdagi xabarga ko'ra, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari David Corey Xitoy erkinlikni bostirayotgan ushbu paytlarda Vatikanning Xitoy hukumati bilan maxfiy kelishimni yangilash qarorini tanqidlagan. David Corey Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti Vatikanning Xitoy hukumati bilan katolik episkoplarni tayinlash to'g'risidagi vaqtliq kelishimni yangilash qaroridan umidsizlandi degan. U va boshqa komissarlarga ko'ra 4 yil ilgari Xitoy bilan Vatikan orasida tunji qatim kelishim hosil qilingandan buyon Xitoydagi katolik diniy murtlari va boshqa xristianlar va diniy asonliklarning ahvoli texmi nacharlashgan. Hindiston Times to'rining 11 noyabrdagi xabarga ko'ra, San Franciskodagi Lokot degan tor bexatarlik shirkatining 10 noyabr e'lon qilgan dokladida ko'rsatilishicha, 2018 yildan boshlab Uyg'ur tilidagi ko'plagan Android applari Xitoy doiralariga qarashli xakerlarga aloqador ikki xil josuslik yumshoq detali bilan yo'qimlangan. Bular lug'at, diniy applar, xarita, hatto WhatsAppning o'g'ir nashr nusxasini o'z ichiga olgan bo'lib, bular Androidning organ taraf appsi bo'lgan Google Play'da emas, balki uchinchi taraf appslarda yoki Telegram detallaridagi Uyg'urcha kanallarda ham baharlangan. Mazkur doklad ko'rsatilishicha, xakerlar mazkur josuslik yumshoq detallari orqali Uyg'urlarning o'rni aloqalashgan odamlari telefon so'zlash xotirasi, qisqa uchur va telefonda saqlangan hujjatlarni o'z ichiga olgan sezgir sonliq ma'lumotlarni to'play oladi ekan. Hatto telefonning kamerasi orqali suratga torta oladi ekan va telefon so'zlash jarayonini ovozga ola oladi ekan. Tadqiqotchilar bu applarning Xitoy doiralari ilgari surgan atalmish diniy oshqo'llik yoki atalmish bo'lginchilik qilmishlarining isbotlarini tepishga ishlatilgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Doklad yana mundaq deyilgan: bu josuslik harakatlari asosida Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni nishon qilganda qiladi. Ammo biz Sharq Turkistonning sirtidagi musulmonlar va Uyg'urlarning nishon qilinganligiga oid faktlarni bayqadik. Biz tahlil qilgan bir qancha app Turkiya va Afg'oniston qatorliq musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarning yerlik xarita applari siyoqiga kirib olgan. ABC News'ning 11 noyabrdagi xabarga ko'ra, Germaniya Xitoy bilan bo'lgan kelgusi savdo va siyosiy munosabatlarni bartaraf qilish halakchiligida yurganda 8 cho'ng shirkatning bosh ijroiya amaldori 10 noyabr Frankfurt kundalik gazetida birlashma maqola e'lon qilgan. Bu shirkatlar sanoat guruhi Siemens, ximiyalik buyum ishlab chiqaradigan BASF, texnik shirkati Bosch, mashina zapchastlari shirkati Schaeffler va Hamburg porti qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Ular monolan bildirgan. Germaniya shirkatlarining Xitoy va dunyoning boshqa joylaridagi zavodlari ularning raqobat kuchini zo'r darajada oshirdi. Shundaqla Xitoy dunyodagi ikkinchi cho'ng va hayotiy kuchga to'lgan bozorga aylandi. Shunga bizning Xitoydagi mavjudligimiz Germaniyaning iqtisodiy amaliy kuchi uchun intayin muhim. Ular Xitoy bozoridagi yo'shirin kuchning ko'lamini texmi tez kengaytirish va boshqa bozorlarda texmi zo'r utuqlarni qo'lga keltirish fursati bilan ta'minlab, Germaniyadagi ishga o'rilish fursatini kapolatga ega qilganligini ilgari surgan. Ular yana Xitoyning kun sari cheklanayotgan qilmishlari va Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati tufayli Germaniya bugun Xitoy bilan bo'lgan munosabatini raqobat
hamkorlik va sistemalik raqobatdan iborat 3 qatlamda texmo inchik tadbirlash kerak. Navbatdagi ommaviy mulohazada biz ishlatilgan til va konkret tadbirlarda tamoman degudek sistemalik raqobatning ta'kidlanganligini his qilyapmiz deyish orqali Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorlikni qo'ldan berishga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Arab News Store'ning 12 noyabrdagi xabariga ko'ra, Xitoyda Xitoy virusidan yuqumlanganlarning soni qaytadan ko'payganligi uchun Xitoyning Guangzhou shahridagi 1,800,000 nufusi bor bir rayondagi butkul kishilarning 12 noyabr uyida o'tirib virus tekshirishini qabul qilish talab qilingan. Shundaqla Xitoyning g'arbiy janubidagi yana bir cho'ng shahardagi maktablar taqalgan. Xitoyning davlatlik sayya komitetiga ko'ra, o'tgan bir sutka ichida mamlakat miqyosida jami 11,773 kishi virusdan yuqumlangan bo'lib, buning ichida 10,351 kishida kasallik alomati ko'rilgan. Garchi bu son oz bo'lsa-mu, ammo o'tgan bir hafta ichidagi eshish yuzlanishi har bir yuqumlanuvchini ayirib davolaydigan atalmish yuqumni nolga tushirish strategiyasiga xirsa kelgan. 11 noyabr e'lon qilingan virus qarshi turish tadbirlarining o'zgartirilgan nusxasiga ko'ra, Xitoy doiralari chiqim va daxlni to'valtish uchun Xitoyga kelgan chet ellik sayohatchilarning karantin muddatini 7 kundan 5 kunga qisqartgan edi. Ammo Xitoy Kompartiyasi boshqa davlatlar sayohat va boshqa jihatlardagi cheklovlarni bo'shashtirib, virus bilan tang yashashning uzun muddatlik strategiyasini yo'l qo'yishga uringan taqdirdami, yuqumni nolga tushirishda ching turadiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.